Rustam aka ming bor uzr bu savolni berayotganim uchun. Pul kerak emas menga deysiz. Juda kam eshitaman bu narsani. Men juda kam odamdan aytib, shu vaqtgacha faoliyatimda 3 kishidan eshitganman bu gapni. 3 kishidan. Ya'ni kimdir rost aytgan, kimdir yolg'on aytgan. Podpisida ham qiziq yo'q menga Humoyun deysiz. Demang o'zimga. Uzr ming bor yana. Nimadan o'z tirikchiligingiz? Hayotiy muammolar. Misoli, shu kasal bo'lganimda juda qarzga kirib ketganman. Shu qarzlarni yopish ilinjida telefon olib sotardim. Telefondan mashina olib sotishga o'tganman. Bu qisqa qilib aytgan edi. Mashinadan uylarni remont qilib sotishga o'tganman. Uylar remontidan uylar sotib olib remont qilishga o'tganman. Shu hozirgi kunda uylarni qurib sotaman. Shu oldin Facebook'imda yurgizardim. Mana bu videoni ko'rsanglar bo'ladi. Mashina, uylar. Hozir yangi akkaunt ochganman. Shuni tushunib yetdim. Bolalar ishlayapti. Xudo xolasa buni ommaga olib chiqaman. Shu uy olib sotish yoki uni reklama qilib berishda asosiy tirikchilik. O'shandan qilasiz. Yaxshi. Ya'ni o'sha kimdir bunayroq uylarni sotaman deb qolsa, ularni uylarini olib turib o'z yoningizdan sotasiz, ularni sotuvga olib chiqib berasiz, to'g'rimi? Tekin obzor qilib beraman. Ular sizga reklama yozish uchun pul to'lamaydi. Reklama uchun pul to'lamaydi. Tekinga obzor qilib beraman. Bu blogingizni endi qo'yasiz, Inshaalloh.